Assalomu alaykum hammaga. Navbatdagi Bitcoin analizimizni boshlaymiz. Esingizda bo'lsa, oxirgi analiz qilgan paytlarimiz Bitcoinning haftalik shamlar to'g'risida aytib o'tgandik. Ya'ni ketma-ket ikkita sham tushgandan keyin nima dedik? Yangi sham ochilishligiga inshaalloh bu hafta panik qilmanglar, katta ehtimol bilan nima dedik? Yashil yopiladi dedik. Alloh fazli bilan albatta va bozor nima bo'ldi? Yashil yopildi. Endi undan keyin mana shu sham yopilishida oldin aytdikki, katta ehtimol bilan bu yerda men ko'proq depozitdagi narsalarimni sotib, depozitni yengillataman, ya'ni qo'limdagi narsalarni sotib dedim. Ya'ni naqdga chiqaraman dedim. Yangi haftada katta bir hatto ignasini ham otmasdan qizil sham chiqishligini prognoz qilib aytib o'tgandim Telegram kanalimda. Yo'q bo'lsa qo'shilib olishlar mumkin. Unda nima tez tashlab turaman analizlarda va bu yerda nima dedik? Katta ehtimol bilan yangi haftadagi sham hatto ignasini chiqarmasdan tushib ketadi degan maqsad, ya'ni bozor yaxshi tushishi kerakligini nimasini aytib o'tgan, prognoz qilib aytib o'tgandik. Alloh fazli bilan nima bo'ldi? Bozor ochildi va lekin ignasini chiqardi. Ignasini chiqardida odamlarda xuddi mana bu yerda ko'tarib olib kelib turib, mana bu zonada bo'ldi, endi yuqoriga ketamiz deb turib ishontirgan odamlarda yanada ishonchliroq bo'lsin deb turib bozor yana ozroq yuksaldi va yuksalgan joyda bo'ldi, haqiqatan buqa sezoni boshlanibdi degan joydan nima qildim? Mana shu zonadan suvga borib sug'ormasdan olib kelib ponni pastga tushirdi. Xo'p, bu yerda operatsiya faqatgina Bitcoinda emas. Bu yerda operatsiya asosan kriptovalyutada bo'ldi. Ya'ni Bitcoindan boshqa bo'lgan kripto altcoinlarda bo'ldi. Ya'ni nimaga? Altcoinlarda tushish juda katta bo'ldi. Sababini ba'zi bir siyosiy, moliyaviy bir yangiliklar bilan to'g'rilayapti. Masalan, Amerika bilan Xitoy o'rtasida bo'lgan ba'zi bir iqtisodiy muammolarga to'g'rilashyapti, lekin aslida problema bunda emas. Aslida bular o'zlari shu operatsiyani qildi, qaysidir narsani bir bahona qilib turib biz o'zi qilmadik degandek nimada ko'rsatib qo'yishyapti. Mana bu yangilik bo'lgani uchun. Yo'q, aslida senlar qilishdi. Mana shu narsani o'sha katta o'yinchilar nima qiladi? Bir operatsiya qilib turib, pastlardan ovorishligi uchun, yuqorida sotishligi uchun nima qiladi? Bu narsalarni qiladi. Ya'ni yuqoridan sotishlik evazi nima edi? Yuqoriga olib chiqib Bitcoin'da eng katta, ya'ni eng maksimum tarixda bo'lmagan tepasi 125 mingga olib chiqdi. 125 ming. Mana bu zonada sotishlik uchun nima bo'lish kerak? Juda yaxshi yangiliklar bo'lish kerak. Yangiliklarni qilishlik uchun kim bo'ladi? O'zi asosan blogerlar bo'ladi. Hozirda nima YouTube'ga kirasizmi, ijtimoiy tarmoqlarga kirsangiz hamma joyda kriptoni gapirib yotibdi. O'sha paytda ko'ring, hammasi, misol uchun kimni kuzatadigan bo'lsangiz, kimni auditoriyasini kuzatadigan bo'lsangiz, buqa sezon boshlandi. Hatto katta auditoriyasi bor trading gruppalarda buqa sezon boshlandi. Men bundan oldim, endi Bitcoinning hadafi 130 ming, 150 ming degan narsalarni gapirishdi. Xo'p, bularga shu kerak edi. Ya'ni bularni shu narsaga ishontirishlik uchun bitta provoy qilib berish kerak edi Bitcoin. Ya'ni Bitcoin bir yaxshigina yuksalib berish kerak. Mana shu zonada yopilgandan keyin o'sha hammasi ten ovozdan gapirishdi. Mana bu darsdagi mana bu videodan sizlarga faqat psixologiya to'g'risida tushuntiraman. Ya'ni bozorda odamlarga qilyapti turgan manipulyatsiyasi haqida gaplashamiz inshaalloh. Xo'p, mana bu yerda nima bo'ldi? Aytganimizdek, Allohning fazli bilan yangi haftadagi bitta tushlik bo'ldi. Bu tushlik Bitcoin uchun normal tushlik o'zi aslida. Yana qaytarib aytaman, chunki kriptovalyutalarda bir problem bo'ldi. Sababi shu odamlarni ishdan chiqarishlik bo'ldi. Qarang, mana bunaqa tushishlik bitta shami faqatgina shu paytda tushdimi? Oldin tushmaganmi? Tushgan, mana bu yerda tushgan, bu yerda tushgan, bu yerda tushgan. Mana shunaqa katta shamlar. Bu yo'q, mana bu yerda tushgan, mana bu yerda tushgan. Lekin nimaga mana shu tushishlarda altcoin, kriptovalyutalar bunaqa tushmadi? Sababi yuqori emas edi. Mana yuqoriga olib chiqib turib, odamlarni ishontirib turib nima qildi? Yaxshigina bozorga pulni kirgizib turib, o'sha yerdan nima qildi? Bu odamlarni manipulyatsiya qildi. Xo'p, avvalambor bitta narsani aytib o'taman. Inshaalloh o'sha bundan oldingi haftada aytib o'tganimizdek qizil yopiladi deb aytib o'tgandik va bu hafta, yangi hafta mana bugun dushanba, ya'ni haftani boshida turibmiz. Bu haftadagi sham qanaqa yopiladi? Agar bizga yaxshi yopiladigan bo'lsa, o'sha nima desam bo'ladi? Hamma narsa pozitiv, ya'ni yaxshi bo'ladi, yuksalib ketaveradi. Bir hafta davomida inshaalloh yaxshi narsa, yaxshi yuksalishlar bo'ladi. Aksar kriptovalyuta yaxshi yuksaladi. Xo'p, agar qizil bo'ladigan bo'lsa, misol uchun kriptovalyutalar ham aksari cho'kadi. Ya'ni hafta davomidagi sham, ya'ni haftalik sham ko'p narsaga ta'sir qiladi. Ya'ni hafta ichida yaxshi foyda qilishligingizga yoki yaxshi ziyon qilishligingizga nima qiladi?
foydasi tegadi. Oldindan biladigan bo'lsak, avvalambor Alloh biladi. Buni hech kim bilmaydi qanaqa bo'ladi kelajakda. Prosta biz qo'ldan kelgancha tajribalardan, Alloh bergan ilmdan, Alloh bergan ba'zi narsalardan nima qilamiz? Inshaalloh prognoz qilib, shunaqa bo'lsa kerak deb faqatgina tahlil qilamiz. Xo'p, bu haftadagi sham inshaalloh nima? Men kutyap turgan narsa, bu haftadagi sham ham qizil yopiladi. Tushunarligi? Bu haftadagi sham ham qizil sham yopiladi. Ya'ni hafta davomida bozor sekin-sekinlik bilan tushadi. Uning uchun ba'zi narsalarni aytib o'tamiz. Xo'p, qizil yopishlik uchun Bitcoin'da prosta bir og'iz so'z bilan aytib o'tib ketamiz. Qizil yopiladi bo'ldi inshaalloh. Xo'p, va hozir ko'ring, qisqa muddatga kirib ko'radigan bo'lsangiz, buni o'sha paytda Bitcoin bir pastga tushib va ko'tarilganda 15 minut time frame da aytib o'tgandik buni. Ya'ni bu katta ehtimol bilan bozor yana sekin pastga tushib, pastda yopadi. Ya'ni pastga tushish ehtimoli katta. O'shaning uchun nima kriptovalyutalarga hozir ba'zi narsalarga shoshilmaganlaringiz yaxshi degan narsani aytib o'tgandim. Ya'ni va ko'rib turganingizdek bozor nima qildi? Sekin-sekinlik bilan bu bozor pastga tushyapti. Hozir shu zonada turibmiz. Buni prosta tak mana shu yerga bir chizib qo'yasiz mana. Minimumlar tenglashtirasiz, bozor probel qilib o'tdi va bunga hozir test qilgan holatda turibdi. Agarki mana shu chizib o'tgan strategiya nima deydi? Mana shu patternimiz ishlamasligi uchun, bu noto'g'ri bo'lishligi uchun mana buni tepasiga chiqish kerak bozor. Tushunarligi? Mana bu maksimumda. Tepasiga bozor chiqadigan bo'lsa, bu pattern ishlamaydi. U degani bo'ldi, shu bilan yuqori ketamiz deganimi? Yo'q. Yuqori ketamiz degani emas. Agarki buni tepasiga chiqadigan bo'lsa ham boshqacharoq, sal boshqacharoq bir nimada ishlashligi mumkin. Misol uchun, tushunarligi? Undan keyingisi mana bunaqa chizishimiz mumkin mana. Sal mana bunaqa qilib turib, mana bu yerdan bir yana xuddi shu holatga o'xshab bayroq yasashligi mumkin masalan. Mana buni olamiz, olib turib bu yerga qo'yadigan bo'lsangiz, bozor kelib turib mana bu zonaga. Bu zonada nima bo'ladi? Katta ehtimol sekinchilik bilan tushadi. Agar bu yerga keladigan bo'lsa, bu ikkinchi variantimiz. Tushunarligi? Ya'ni yo'limiz pastga, bozor yuksaladigan bo'lsa ham biz pastga nima qidiraveramiz? Ya'ni pastga pozitsiya qidiraveramiz. Chunki Alloh tizimi bilan yo'limiz pastga. Tushunarligi? Men buni analiz qilayotgan bo'lsam, men faqat mana bu chiziq, uchburchak, to'rtburchaklar bilamiz. Boshqa narsalar orqali men analiz qilaman. Bozorning yo'li mana shu pastgaligini Alloh tizimi taxmin qilinadi-da, ba'zi bir shamlarni ko'rib, bo'ldi. Undan keyin nima qilinadi? Faqat pastga pozitsiya olinaveradi. Ya'ni pastga degandan qaysi bir patternimiz to'g'ri keladigan bo'lsa, pastga ketadigan patternlar chizaveramiz. Hozirgi holatda bizga asosan ishlaydigani mana shu holatimiz ushlab turibdi. Hozircha bizga mana shu. Hali bu aktiv. Tushunarligi? Mana shu holatda. Ya'ni bozor tushish trendida va mana bu yerda probel qilib o'tdi va bu zonalar test qilyapti. To mana buni tepasiga chiqmaguncha mana shu patternimiz hozircha bizda aktiv bo'lib turaveradi inshaalloh. Uni xohlasangiz mana bunaqa chizib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu yerda maksimum va bunaqa chizib qo'ysa ham bo'ladi xohlasangiz. Xo'p, muhimi Bitcoin'dan men pastga tushish kutyapman. Tushunarligi? Pastga tushish kutyapman. Endi qaranglar. Xo'p, Bitcoin pastga tushar ekan, lekin altcoin'lar, kriptovalyutalar yuksalyapti-yu degan tushuncha bo'lishi mumkin-da. Ha, haqiqatan kriptovalyutalar yuksalyapti va yuksalib ham bo'ldi. Masalan, sizlarga ulardan eng chiroyli coinlardan bittasi BNB. BNB yaxshigina yuksaldi, ko'ringlar. Xo'p, bozor minimumga tushgan zonasidan va yuksalgan zonasigacha ko'ring. 50% yuksaldi. 50% bu juda katta yuksalish kriptovalyuta uchun. Tushunarligi? Bu qanaqa kriptovalyuta edi? Bu og'ir coinlardan bu. Ya'ni BNB, Binance birjasining coin'i. Bu ancha-munchaga bu darajada yuksalib yoki bu darajada ancha-munchaga tushadigan coin emas bu. Bu shunchalik tushdi va shunchalik yuksalgan bo'lsa, endi qarang, siz hozir mana shu zonalardan sotib olsangiz, kimdan sotib olasiz? Tushunarligi? Kimdan sotib olishingizni men sizga aytaman. Siz sotib oladigan odamingiz mana bu yerlardan men mana buni uchidan hisoblamayapman. Mana shu o'rtacha mana gideta bir haqiqatga yaqinroq zonasida, mana shu zonalardan sotib olgan odamlardan siz nima qilasiz? Sotib olasiz hozir. Tushunarligi? Bozor mana bu yerdan sotib olgan odam 48% foydada bozorda ishdan chiqyapti. 50% ekan mana. O'rtacha hisoblayapman mana. 50% foydada bozorda yopadimi? Albatta yopadi. Bu yerdan olgan odam 50% foyda. Kimni teshib chiqadi bu foyda, misol uchun. Bundan qo'lidan bo'shatadi. Bu sotish kerak. Sotish uchun odamlarga ishontirish kerak. Bozor bo'ldi, endi yuksalib ketyapti ekan degan. Chunki odam mana bu tushgandan keyin bu yerdan olgan qo'rqadi, bu yerdan olgan qo'rqadi, bu yerdan olgan qo'rqadi. Qo'rqdi, bozor olib chiqib oldimi? Yuqorida endi bo'ldi ketarkanmiz degan tushunchani beradi va mana shu zonalardan sekin uje mana ko'ryapsiz, uje sotishni boshlandi. Mumkin ozgina yuqoriga momentlarga olishligi mumkin, lekin bozor baribir pastga tushadi. Pastga tushishligi qanaqa? Mana bu minimumga tushadimi? Yo'q, minimumgacha emas. Bu endi mana shu zonalarga, ya'ni mana shu zonalargacha bozor kelishligi kerak. Ya'ni
Tushunarligi? Bu mumkin mana bunaqa kelar. Ya'ni mana shu zonalarga keladi. Bu yerlarda o'sha Bitcoin ham biz aytganimizdek minimumlarni yangilaydigan bo'lsa, minimum Bitcoin yangilaydi va bular pastroqqa tushadi va Bitcoin sekin orqaga qaytganda bu ham sekin-sekin keyin qaytish ehtimoli bor. Tushunarligi? Bu men buni ko'rsatyapti turganim, BNB o'rtacha stabil coin bo'lgani uchun, stabil emas, ya'ni og'ir coin bo'lgani uchun buni ko'rsatyapman. Bundan tashqari boshqa coinlarda ko'radigan bo'lsangiz, masalan, Dash bor yoki boshqa qaysi любой coinni ko'ring, mana qanchalik tushganini ko'rasiz. Mana bu yerda bozor ton kriptovalyutasini qarang. Mana shu joydan tushgan. Bozor oqib ketganini 79, ya'ni 80% gacha tushib ketdi. Xo'p, bularda tushishligi o'zi aslida nima bo'ldi? Mana bu yerda bizga hozir aytishyaptiki, iqtisodiy problemalarda aytib o'tyapti. Xitoy bilan Amerikaning o'rtasida bo'lgan ba'zi iqtisod problemalarni aytishyapti. Yo'q, o'zi aslida unaqa emas, boshqa. Bu yerda operatsiya qilishdi. Operatsiya qilib qanaqa odamlar ko'pchilik, misol uchun biz spot ishlaganimiz uchun ko'p ham xabarimiz bo'lmasligi mumkin. Lekin asosan bu nima globalda ko'pchilik plicho bilan ishlaydi. Bu kriptovalyutalar bilan ko'pchilik plicho bilan ishlaydi. Plicho degani nima? 2x bilan o'tadi. Ya'ni 10 ming dollar puli bo'lsa, bir narsani sotib oladigan bo'lsa, faraz qiling. Mana bu yerdan sotib oldi kimdir. Misol uchun narxi necha edi? 2 dollar ekan. 2 dollardan kimdir ton kriptovalyutasi orqasida nima bor? Telegram kanali bor, orqasida mana bundami ekan hozir. 1 minut. Mana shunda. Adamsa mana bunda ekan. Xo'p. Bu yerdan kimdir sotib oladi. Misol uchun 2 dollar naqddan bu yerdan bitta sotib oladi kimdir. Yoki bu yerdan sotib olgan kimdir. Yoki bu yerdan sotib olgan. Men buni hozir mana bu tushda emas, mana bu tarixda aytmoqchiman. Ya'ni narxidan, mashina sonlaridan sotib olgan kimlardir? Mana bu yerlarda 2 dollar, 1 dollardan sotib olgan kimlardir? Bu yerda sotib olganlar bor, misol uchun 2 dollardan. Ya'ni mana shu zonalardan kimlardir sotib olganmi? Mana shu zonalardan bular 2x bilan ochganlarni faraz qiling. 2x bilan ochgani, misol uchun 10 ming dollarlik narsa sotib olgan bo'lsa, 10 ming dollar puli qachonki mana shu zonadan 50% ko'tariladigan bo'lsa, bu yerga qo'yaylik. 50% ko'tariladigan bo'lsa, 10 ming dollari 20 ming dollar, ya'ni 2 barobarga ko'payadi. Tushunarligi? 10 ming dollar 2x bilan ko'tariladigan bo'lsa, 20 ming emas, 30 ming bo'ladimi? Shunaqa. Ya'ni 2 barobar yuksaladi. Lekin mana shu zonadan kirgan odam agar bozor yana 50% pastga tushadigan bo'lsa, bu eng kichkina plichoda deyapman. 2x bilan aytyapman. Agar 50% pastga tushadigan bo'lsa, 50% qayerda? Bu yerda bormi 50%? Mana bu yerga. Agar 50% mana shu zonadan pastga tushadigan bo'lsa, o'sha 10 ming dollar prosta silif bo'lib ketadi, yo'qolib ketadi. Tushunarligi? Buncha qoladi emas. Hatto bitta dona toni ham qolmaydi, ya'ni ton sotib olgan bo'lsa. Ya'ni hammasi ketadi. Bu yerdan sotib olgan va bu yerdan sotib olganda ham qaraylik, mana bu zonadan sotib olgan mana. Ikkinchisi ham xuddi shunaqa, ya'ni bu yerdan sotib olganga ham nima bo'ladi? 50% mana. Hatto mana shu 1,5 dollardan sotib olgan odamnikini ham hatto nima qildi? Bozor silif qilib tashladi. Ya'ni pullari ketdi ularda. Tushunarligi? Men aytmoqchi bo'lgan narsam bu o'zi aslida bu operatsiya mana shu pastdan kirib olgan odamlar hammasini nima qildi? Bittada yo'q qilishlik bo'ldi. Hatto mana shu 1 dollardan kirgan, 1 dollar o'zi tarixda qachon bo'lgan bu? Tonniki, ton. Hatto bunda yo'q ekan. Bu KuCoin'da bo'lishligi mumkin. KuCoin'da bo'lishligi mumkin bu yerda. KuCoin'da bor ekan. Ko'ryapsizlar, 1 dollarlar bu qachonlar bo'lgan? Bu zonalarda 1 dollar pastda yurmagan mana. Juda ham kam. Mana minimumdan olganlar bor. 2x bilan ochib qo'ygan. Nimaga kriptovalyuta yaxshi ekan, ya'ni ton kelajagi bor ekan deb ochib qo'ygan odamlar bor bu yerda. Mana shuncha bo'lsa ham sotmagan. Bor shunaqalar, ya'ni ochib qo'yib yillar kutadiganlar bor, ya'ni 2x bilan, lekin nima qilgan? Hali nimasi urilmaganlar bo'lgan. Stop urilmasdan. Chunki bozor yuksalib olgan, xotirjam bu. Qayta bu yerga kelmaydi degan tushunchalar bilan yurganlar. Mana misol 50% qilaylik, mana chetlardan kirganlarni. Ko'rib turganingizdek 50% bilan hop. Mana 2x bilan ochgan, qayerdan ochgan? Eng tagidan ochgan. Bormi shunaqalar? Bor. Faqat mana qarang, mana shunaqa joydan ochganda 2x bilan bozor shu darajada yuksalgan. Mana 500% yuksalibdimi? 500% yuksalganda sotmasdan ushlab turibdi. Bu yana ketadi-da, baribir kripto ton kelajagi bor deb ushlab turgan, har xil nimalar bilan ushlab turganlarni ham bozor bitta urish bilan tozaladi. Tushunarligi?
bitta tozaladi, ya'ni bozordan chiqarib yubordi. Ikki qismini eng kichkina plichoy bilan olganlarni chiqarib yubordi. Endi undan tashqari 5 plichoy bilan, 3 plichoy, 4 plichoy, 10 plichoy, ya'ni bularni hammasi, ularni gapirmasangiz ham bo'ladi. Ular yuqoridagilar tozalanib ketdi. Endi men eng kichkina plichoy bilan olgan odamni nazarda tutib gapiryapman. Hatto bularni ham tozaladi bozor. Endi nima bo'ladi? Bozor bularni tozalab bo'ldi. Endi ikkinchi ko'rinish bor. Ikkinchi ko'rinish odamning psixologiyasida shunaqa. Bozor xo'p tushibdi, yaxshigina tushib ketdi. Endi qayerdan olamiz? Mana bu ko'rinishdan keyin nima qiladi? Odam qo'rqadi o'zi aslida. Mana bunaqangi tushib turib, tushgandan keyin odam bozorga kirgani qo'rqib turib, mana bu zonadan ham kirmaydi. Lekin aksar kriptovalyutalar nima qildi? Yaxshigina yuksaldi. Ko'rib turganlaringizdek, men o'zim ham misol uchun qaysidan ishladim. O'sha kuni mana sirazi mana bundan olganimni aytdim. O'sha kuni bozor mana bu tushlikda H USDTdan ZEK ekan. ZEK USDTdan Telegram kanalimga tashladim. Mana bu zonalardan adashmasam kirdim va 45% foyda bilan yopdim. Bu yerda emas, pastroqda yopdim. Ya'ni masjidlardan kirdim. Bu zonadan ishga kirganimni aytdim va mana bu zonada 45% foyda bilan yopdim misol uchun. Alhamdulillah, men o'sha tushganda men ham ziyon qilgandim, lekin nima vastanavit qilgan 50% bir oylik qilgan depozitimdan 50% foyda qilgan edim. 50% dan oshiqroq 60% yaqinroq edi. O'sha foydam ketdi. Ya'ni bu tushlikdan bilmadim. Omon qolgan odamni men ko'rmadim-da. Misol uchun juda ham qiyin, kamyob unaqalar. Ya'ni demoqchi bo'lganim, men o'zim ham ziyon qildim, lekin alhamdulillah o'zimni depozitim, asli depozitimdan bir tiyin ham nima qildim, ziyon qilmadim. Alhamdulillah. Faqatgina shu bir oy davomida qilgan foydamdan ketdi. Ozroq shu kolleksiyasi qoldi shu foydadan. O'shandan ziyon qilgandim, lekin alhamdulillah mana bu yuksalishlarda nima qildim? 10% уже qaytdi, vastanavit bo'ldi va inshaalloh hozir почти 20% vastanavit bo'lyapti. Bitcoin tushganiga 3 kun bo'ldimi? 2-3 kun bo'lyapti. Alhamdulillah hozir уже 20% chasi vastanavit bo'ldi. O'sha foydami o'zidan. Ya'ni o'sha o'tgan safar qilgan 50% foydami, 20% почти vastanavit bo'lgan holatda turibman. Inshaalloh oz qoldi, ya'ni 30% qoldi. Alloh nasib qilsa ularni ham mashqatda harakat qilib, nasib qilsa yana vastanavit qilamiz inshaalloh. Bu nimani olib sotyapti turganim, buni misol uchun men olib sotdim degan narsalarni prosta aytib qo'yganim yo'q. Bilasizlar, Telegram kanalimga ishga kirgan joyimni tashlayapman, ishdan chiqqan joylarimni tashlayapman. Alhamdulillah, Allohning fazli bilan hammasi nima qilyapti? Tashlagan narsamni ko'ringlar, birontasi pastga yurgani yo'q. Illo oxirgi paytda ziyon qilganman, u ham bo'lsa ya'ni globalda problema bo'ldi. Butun kriptovalyuta tushdi. Bunda aytayapman-ku, bu omon qolgan odamni o'zi yo'q. Lekin o'sha paytda ham misol uchun men agar abishni tushganda bu paytgacha Allohning fazli bilan niyatim 100% ga plan qilib turdim, 100% depozitimni oshirishga. Lekin bu nima ekan? Rizq masalasi ekan. Alhamdulillah, Allohning qadari bo'ldi va bunaqangi tushlikda ya'ni omon qolgan odamlarni men bilmadim ya'ni. Normal ishlaydigan odam omon qolmadi misol uchun. Alhamdulillah, depozitimdan umuman ketmadi, foydadan ketdi. Xo'p, demoqchi bo'lganim, bundan olib sotdik. Bu yerda hozir ko'proq operatsiya bo'lgan narsalar nima bo'ldi? Bozorda tushib ko'tarilishligida ko'pchilik, ya'ni tepadagi tushganda shortchilarda va mana bu yuksalganda endi hozir odamlardan pul yig'ish kerak bozor. Kriptovalyutani aksari, xuddi buni bini-bidan misol qilib keltiradigan bo'lsak, aksari hozir yuksalgan zonada turibdi. Bu yerlarda bo'ldi, bozordan qolib ketamiz shekilli. Kriptovalyutalar yuksalyapti deb turib, endi ishga kiradigan odamlar kerak bizga. Nimaga? Chunki bozor pastga olib tushishimiz kerak. Nimaga olib tushishimiz kerak? Chunki bozor yaxshigina yuksalib bo'ldi. Pastdan olganlar, misol uchun normal soqqani qildi. Endi bular sotish kerak. Kimga sotadi? Albatta mana bu odamlarga sotadi. Qaysi odamlarga sotadi? Mana bu zonada pastga tushganda kuyganlar bor-ku, shular nima qiladi? Endi mana bu zonadan sotib oladi. Nimaga? Bo'ldi, endi ketar ekan, u ekan, bu ekan. Endi hozir hamma aytayapti. Hozir nima deydi? Bitcoin kriptovalyutalar yuksalyapti. Endi hozir kanallarga yoki auditoriyalarga ko'ring, hammasi bitta narsani aytayapti. Bo'ldi, buqa sezon boshlandi, oqiydi, ko'kiydi. Xo'p, tamom, buqa sezon boshlandi. Men ham shu nima deydi? Senlar bilanman shuni menda. Lekin buqa sezon boshlanishi uchun sal orzaroq olish kerakmi yo yuqoridan olish kerakmi? Bu buqa sezon boshlanishidan oldin ham bundan ham pastroq deydi-ku, to'g'rimi? Ya'ni kriptovalyuta mana bu BNB, misol uchun BNB ni misol aytyapman. BNB mana bu tushib ketishdan oldin ham yoki mana shu ko'tarilishdan oldin ham, mana shu zonadan oldin mana bu zonada yurgan-ku. Nimaga shu paytlarda buqa sezon demading? Nimaga shu paytda olmading-da? Endi sen yuqoridan oldiryapsan. Xo'p, va bozor qancha pastga tushib keldi? Mana buni ham o'ylash kerak. Mana bu pastdagi joylarda, mana bu yerda sotib olgan narsalarni o'ylash kerak. Odamzod shunaqa bir oddiy narsalarga qaramaydi-da ba'zilar. Ya'ni nima oddiy narsa edi? Oddiy narsa, qaranglar, mana bu igna bor-ku, bu igna nimaga tushdi bu yerga?
Nima uchun bu yerda mana bu ignani sotib olganlar borda. O'shaning uchun mana bu yerdan sotib olgan odamlar mana bu yerga chiqib sotadimi? Odatda normal odamlar sotadi bu yerdan. Endi bu yerdan sotib olish kerakmi kimdir? Uni sizlar sotib olasizlar. Tushunmaydigan yangi kirganlar sotib oladi shu narsani. Voy, baraka topgur. Mana yerdan sotib olmadingmi? Bu yerda nima qilasan sotib olib? Nimadan quruq qolyapsan? Bozordan kech qolyapsanmi? Bozor hecham qolib ketmaysiz, shoshilmang. Bu yerdan sotib olmanglar. Ya'ni bu yerdan hozir shu buqa sezon boshlandi deb turgan odamlar o'zlari sotib olaversin. Siz sotib olmang. Buqa sezon boshlangan bo'lsa ham oldin nima qilish kerak? Ozroq sotib oladigan narsalarni sotib olish kerak-da. Misol uchun bular endi ozroq kolleksiya qiladi. Hozir bu haftadagi shamni boshda aytib o'tdik. Inshaalloh bu haftadagi sham ham qizil yopiladi. Tushunarligi? Qizil yopiladi, endi ezib tushadi. Bozor juda ham ezib tushadi. Hali oddiy mana bunaqa tushmaydi endi. Endi sekin ezadi-yu, o'sha ezganda kriptovalyutalar mana hozir ko'ring, hammasi ko'tarilgan. Misol uchun Luboy coin'ni ko'ring, mana bu ham yaxshigina ko'tarildi. Qarang, pastdan qancha ko'tarilgan. Mana tushgan zonasidan hozir ko'tarilgani 200% ga yaqin ko'tarib yotibdi hozir mana. Qarang. 200% ko'tarilgan coin'ni siz hozir sotib olaman deyapsiz. Zo'rmi bu? Mazami? Qanaqasiga bu? Men Dash misol uchun. Dash tamom, endi bular eskidan ko'tarilib kelyapti turadi. Bunda ham ishni qildik alhamdulillah. Misol uchun mana bu kriptovalyutani ko'ring. Qanchalik tushdi bu? Qarang, ko'tarilgan. 240%, 250%. Bulardan sotib olishlik zo'rmi? Yaxshimi? Endi mana shu yerdan sotib olishlik 240% yuksaldi. Bu yerdan sotib olasanmi? Oy, baraka topgur, sabr qil endi. Endi Bitcoin tushish kerak. Bitcoin bularni olib tushib berish kerak. Tushunarligi? Xohlagancha chiqib gapirsin. Misol uchun Bitcoin oq edi, ko'k edi, boshqa edi deb bu inshaalloh pastga tushamiz. Ozroq pastga tushamiz. Birinchidan haftalik sham qizil yopiladi inshaalloh va ikkinchidan nima bo'ladi? Mana bu ozroq tushish kerak. Bu nimaga ham to'g'ri kelmaydi-da, hozir bu yuksaladigan bo'lsa. Bitcoin bu yerdan hozir yuksalishligi hech narsa bir mantig'i yo'q endi hozir. Kimga mantig'i yo'q? Mantiq mana bunda yo'q. Mana misol uchun bini yana men misol keltiraman. Qaranglar. Bu Bitcoin yana yuksalib darshi ketaversa, mantiq qayerda qoladi? Qanaqa mantiq edi? Asosiy mantiq mana bular edi. Ya'ni bozor xo'p yuksaldimi? Yuksaldimi? Endi bular sotdimi matdan? Mana sotdi, mana shu yerda sotganlar bor-da. Bular sotdimi? Endi bular mana shu yerdan sotib olmaydi bular. Tushunyapsizmi men nima deyib turganimni? Ya'ni qarang, bu yerda sotib olgan, bu yerda sotdimi? Endi bu ozgina tushdi, bu yerda sotib oladimi? Mana bu yerdan sotib oladimi yana yuqoriga? O'sha odamlar o'y qilyapti. Buni bozorga tushirgan odamlar mana bu yerda sotganlar. Endi bu yerda sotgan odam bu yerdan olmaydi. Ya'ni bozor 10% tushdi xolos, mana yerdan tushgan bo'lsa, mana shu sotgan odamni qarang. Necha foiz? 5% tushibdi. 5% pastga tushib pastdan oladimi ular? Voy, baraka topgur, bu endi bu yerdan olmaydi bu. Bu oladi, qaydan oladi? Xo'p, bu yerda sotdi bu. Endi bu yana pastga tushsin. Tushunarligi men nima demoqchiligim? Ozroq pastga tushsin endi bu. Ya'ni masjidlarga tushsin mana misol uchun mana bu zonalarga. Eng kamida. Tushunarligi? Bu zonaga tushishlik uchun Bitcoin kerak bizga. O'zlari Bitcoin yasab chiqarib qo'yishgan bu narsani, to'g'rimi? Shu Bitcoin yasayib turgan odamlar nimaga bo'lmasam biron bir davlat tan olmaydi? Misol uchun mana hozir kecha tushganda qanchadan qancha odamlar ya'ni u bitga kirib ketdi-da. Kim buni javob beradi? Kecha o'tgan bittasi menga yozibdi. Aka deydi, bu biron bir surishtirib, bularni bir tergaydigan odam yo'qmi? Biron bir nimalar yo'qmi deyapti. Kuch yo'qmi? U xohlagancha tushirib yuboryapti bozorda deydi. Yo'q-da. Shu sababdan bozorda xohlagan paytda xohlagan narxga tushiryaptimi? Shu sababdan ularda nima? Biron bir davlat tan olmaydi. Birontasi tan olib qo'yadigan bo'lsa, faraz qiling, Amerika tan oldi. Bitcoinni kriptovalyuta deb, ya'ni davlat miqyosida tan oldi. Unda bu tan oladigan bo'lsa Bitcoinni, bu xalqi chiqib turib nima qilib tashlayapsan deydiganlar bor-da, tushunyapsizmi? Men to'g'ri ommaviy chiqmasligi mumkin, lekin baribir shikoyatlar tushadi, boshqa narsalar tushadi. To'g'ri kelmaydi ular siyosatiga. Bularmish qarang, orqasida hech kim turganini bilmas ekan, qanaqadir yaponiyalik qanaqadir bitta olim chiqargan ekan kriptovalyutani uni mish hammasi hech kim tan olmaydi Bitcoinni, lekin butun omma hamma pulni tiqib yotibdi. Indashmas ekan orqasida. TikTok platformasini ko'ringlar. TikTok platformasi kimniki edi? Orqasida odami bor. Bitta katta davlat, ikkinchi dirja va Xitoyniki. Lekin Xitoyning TikTok'ini orqasida turgan davlat turganini, kimligi ma'lum bo'lgan TikTok'da Amerikadan taqiqlayapti-yu.
Nimamish josuslik bilan shug'ullanib bizni ba'zi bir nimalarimizni oladi. O'shuning uchun ba'zi bir narsalarni nima qilib turib TikTok taqiqlayapti. Orqasi ma'lum-ku, TikTokni kimligi, qaysi davlat turgani hammasi ma'lum-ku. Nimaga sen shu narsalarni nima qilmaysan? Lekin kriptovalyutani orqasida kim turgani ham bilmaysan, egasini bilmaysan-da, lekin ommaga butun dunyo ishlatyapti. Xo'p, sen o'zingni xalqing emas, butun dunyo ishlatyapti. Sen o'zi Amerika bo'lib, butun dunyoga bir haligi tartib qiladigan narsani da'vo qilasan. Shu darajada bir o'zingni odil deb da'vo qilasan. Nimaga kriptovalyuta Bitcoinni sen shunda nima qilmaysan? Negativni fikr bildirmaysan? Ha, nimaga? Senlarda o'zingni chiqargan narsang bu narsa. Ya'ni buni o'zlari chiqargan narsa. Ya'ni men aytmayman nisbatni misol uchun Amerikaga berilma yoki boshqa, lekin bular aniq biladi buni orqasida kim bor, nima bor, buni orqasida nima ish qilishyapti. Ya'ni buni o'zlari chiqarib, o'zlari shu ishni qilishyapti. Ya'ni o'zlari odamlarni xohlagan paytda uchun manipulyatsiya qilyapti, xohlagan paytda ko'tarib nima qilyapti? Ishini qilyapti, ya'ni xohlagan paytda. Misol uchun mana Trump prezident bo'lsa-mish, kriptovalyutalar oshar ekan. Bir oshtirib turib, misol uchun prezident bo'ldi. Prezident bo'lgandan beri bozor tushib kelyapti-yu. Nimani hal qilib berdi? Nimani hal qilib berdi? Bular prosta o'zlarini bir nimasam bo'ladi, o'zini soqqasini ko'paytiradi. Anavi chiqib olib, mana bu yangilik chiqardi, u yangilik chiqardi, FED qarori, u hammasi ertak. 100% javob beraman. Bularda qanaqa? Ularni o'zlarini chiqargan nimasi bular? Ertagi bulardi. Tushunaligi? Shu bitta odamning og'ziga qarab qolmaydi-yu, bitta narx hammasi. Bu bo'lishi mumkin emas narsa bu narsalar. Shu og'ziga qarab qolishadi, bozorda u yoqqa yo'q. Grafik. O'shuning uchun nima bitta narsa bor. Bularda aldamas iloji bor. Grafik. Grafikda ishlasanglar bo'ladi. Lekin baribir bular nima qiladi? Mana shu kriptovalyuta ba'zi grafiklar bor edi, umuman nima qiladigan. Lekin bular hozir mana kecha tushirgan manipulyatsiyada subhanalloh bu juda ham katta tushlik bo'ldi. Mana bu BNB dunyodagi eng katta birja, ya'ni eng ishonchli birja bo'lgan Binance-niki 50 mana 30% tushibdi. O'sha tushganda 30%. Bu eng katta birjani kriptovalyuta 30% tushdimi? Eng oz tushgani bu. 70-80% ga tushib ketdi-yu, bu nima bu? Maynavozchilikmi bu? Bu yo'qmi bu? Haqiqatan o'sha kecha menga savol bergan bolani gapi to'g'ri-da, ya'ni. Yo'qmi bularni bir kontrol qiladigan deydi. Yo'qmi bularni kontrol? Yo'q, chunki bular o'zlari qilishyapti bu narsani. Bu shu kontrol qiladigan odamlar biz qilamiz deydi, kontrolni hamma yo'lda deydiganlarni o'zlari shu ishni qilib yotibdi bular. Xo'p, aytmoqchi bo'lganim, ya'ni qaranglar. Sizlar mana bu zonadan olishlaringiz, ya'ni hozir kriptovalyutaga umuman kirmasa kerak. Uzoq muddat, o'rta muddat, qisqa muddatga misol uchun tars kirib chiqib olishlasa bo'ladi. Lekin hozir misol uchun Binance birjasi platformasida hozir 500 ga yaqin kriptovalyuta bo'ladigan bo'lsa, shu 500 tadan misol uchun 50 tasi yoki 30 tasi o'sishligi mumkin. Endi bu degani hamma 500 ta kriptovalyuta o'sdi degani emas. Tushunasizlar-a? 10 tani o'stirib qo'yadi, 10 ta o'sadi. O'zi haqiqatan grafik buzilmagan, ularga pul kiraveradi va o'saveradi inshaalloh. Lekin 10 tasi o'sgani hamma kriptovalyuta o'sdi degani emas. Tushunaligi? Ya'ni o'sha qolgan 500 tadan 10 tasi o'sadigan bo'lsa, qolgan 490 tasi bor-ku, inshaalloh bu hafta tushadi. Shu siz o'sha 10 tani ichida bo'lib qolmang. 10 tani ichida bo'lib qolsangiz, qani yaxshi. Shu 10 tani deb 490 taga almashib bormang. 490 tani ichida bo'lib qolmang siz. Ya'ni bozor 490 ta tushadiganmi? Inshaalloh bu hafta tushsin va yangi haftada gaplashamiz inshaalloh. Tushunaligi? Ya'ni bu hafta Bitcoinda analiz qildik, prognoz qildik. Bu katta ehtimol bilan bozor pastga tushadi va nima deydi? Bu hafta inshaalloh qizil sham yopiladi va yangi haftadagi shamni kutamiz inshaalloh. Tushunaligi? Va bu haftadagi shamga ozroq bo'sh beraylik, chunki bozor yana qaytaraman, ya'ni mana bu yergacha yuksaldi. Biz yuqoridan emas, pastdan oluvchilar bo'laylik. Ya'ni yuqoridan mana bu yerdan oluvchilar oldi, ya'ni olib turib endi bular kutib o'tiramaydi, longga olganlar. Endi bu pastga tushadigan bo'lsa, misol uchun shu zonadan faraz qiling qancha tushadi. Yana pastga taqriban 10%, 15%, общий mana shu yuqorida sotgan zonasidan, bular yuqorida sotgan bo'lsa, sotgan zonasidan qarang, 15-20% pastga tushadi va mana shu zonadan eng kamida olsangiz yaxshi. Mantiq borda bu yerda, o'sha mantiqqa qaraganimiz yaxshi. Ya'ni yuqoridan emas, ya'ni pastdagi odamni to'g'ri biz mana ignasidan ola olmasmiz. Bu yerdan ola olmaymiz tabiiyki, buni o'sha manipulyatsiya qilganlar oldindan o'zlari pozitsiyalarni ochib kutib olishadi-da buni.
Xo'p, biz bu yerdan sotib olmaylik-da, hech bo'lmasa mana yuqoridan olmaylik. Mana shularga sal yaqinroq nisbat beraylik. Mana shunga yaqinroq zonadan olaylik. Tushunarliga, bunga yaqinroq zonalar qancha mana bu pastroqdan kirsak, qancha pastroqdan kirsak, shuncha yaqin bo'ladi. Tushunarliga. Endi biz bu yerdan ola olmadikmi? Eng kamida yuqoridan olmaylik. Tushunarliga. Bu yerdan ola olmayapmizmi? Eng kamida mana shunga yaqinroq zonadan sotib olaylik. Xo'p, bu hafta qizil yopib bo'ladi deb analiz qildik. Endi ba'zi narsalardan ko'rib chiqaylik. USDT dominance. USDT dominance ham bir ko'rib o'tadigan bo'lsak, USDT dominance ham sekin uch boshladi. Bu xuddi o'sha ishni qiladi. Bitcoinda qilgan ishini bu sekin-sekinlik bilan yuksaladi. Birinchi mana bu zonaga keladi. Men kutyap turgan zonam katta ehtimol bilan mana shu zonalarga birinchi kelib beradi. Sekin yuksalib va ikkinchi keladigan zonasi nima bo'ladi? Mana bu zonalarga kelishi kerak. Men kutyap turgan narsam. Lekin katta ehtimol bilan mana bunga kelishligi ko'proq. Tushunarliga, bundan keyin bozor qaytib ketishligi mumkin. Tushunarliga? Mana bu yer kelganda, misol uchun qaytib ketadigan bo'lsa, mantiqqa yarashadi. Lekin bunga kelmasdan turib, bozor mana bunga kelmasdan turib, pastga tushib ketishligi haqiqatga yaqin emas. Inshaalloh bu sekin-sekin yuksalib, menga qolsa yuksalmasdan bu USDT dominance pastga tushsa, misol uchun kriptovalyutalar oshadi. Lekin grafik shuni aytayapti. Ya'ni bozor bu yerdan yuksalishligini, birinchi hedafimiz mana buligini va agar o'tadigan bo'lsa, keyinchalik misol korreksiya qilib turibmi, mana bunaqa qilib turib, korreksiya qilib turib va keyingisi mana bunaqa bo'lishligi ham mumkin. Tushunarliga, buni tepasiga o'tish ehtimoli bor. Tepasiga o'tadigan bo'lsa va o'sha paytlarda nima bo'ladi? Bozor sekin ishga kirsangiz bo'ladi. Tushunarliga, mana shularni o'zingizga bir hadaf qo'ysangiz bo'ladi. Birinchisi mana bu zona edi. Bu zonaniki 100 ga 50. Ya'ni 100 ga 50 degani 50% tushib ketish ehtimoli bor. 50% yuqoriga yana yuksalish ehtimoli bor bu yer kelgandan keyin. Lekin bu yerdan bu yerga kelishligi katta ehtimol bilan bu yerga keladi. Tushunarliga, %90% bu yerga keladi bozor. Agar foiz bilan gaplashadigan bo'lsak, %90% bozor birinchi mana bunga keladi va bundan keyin, mana shu kelgandan keyin endi 50 ga 50 bo'ladi bozor. %50 bu yerga keladi. %50 bu yerdan qaytib ketadi. Tushunarliga, hozircha %90 bu yerga kelish kerak Alloh tizimi bilan. Xo'p. Mana buni o'zimizga shablon qilib olsak, agarki ishonchli kiriladigan zonalar bo'lsa, mana shu tepasiga chiqsin bozor. Mana shu ignaning tepasiga bozor yopib yuqoriga chiqadigan bo'lsa, mana shu yuqorilardan bozorga kirsangiz, inshaalloh yaxshi foyda kirishga nima bo'ladi inshaalloh. Mantiqiy bo'ladi inshaalloh. Tushunarliga, mana shu zonalardan kirishlik. Eng yaxshi kirishlik zonalar. Yana qaysi qoldi? Analiz qiladiganimiz Bitcoin.d. Ya'ni Bitcoin dominans qoldi. Bitcoin dominansida holat yaxshi o'zi aslida. Holat qanaqa? Buni oldindan analiz qilgandik. Mana shu zonaga kelish kerak. Yo'limiz shu yoqda. Tushunarliga, agar Bitcoin dominans nima edi? Bitcoin dominans tushadigan bo'lsa, Bitcoinning o'zi, Bitcoin USDT yuksaladigan bo'lsa, nima bo'ladi? Ikkalasini bir-birini solishtiradigan bo'lsangiz, Bitcoin dominans tushib, Bitcoin yuksaladigan bo'lsa, altcoinlar uchadi. Tushunarliga, Bitcoin yuksaladigan bo'lsa, lekin Bitcoin dominans yuksaladigan bo'lsa va bu yerda Bitcoin tushadigan bo'lsa, altcoinlarga ofat bo'lib ketadi. Ya'ni katta bir problemalar bo'ladi. Lekin Bitcoin dominans yuksalib, Bitcoinni o'zi bir joyda turadigan bo'lsa ham problema bo'ladi. Tushunarliga, asosiy narsa bizga nima ekan? Bitcoin dominans tushib, Bitcoin yoki yuksalish kerak, yuksalmasa ham eng kamida range yurib turadigan bo'lsa nima bo'ladi? Kriptovalyutalar uchadi. Ya'ni yo'limiz Bitcoin dominans pastga tushdamiz. Bu ozroq yurishligi mumkin. Bu tepaga chiqishiga ishonib olmayman. Chunki yaxshigina sotishlik bo'ldi bunda, ya'ni igna ko'rsatdi. Bu ozroq hozir Bitcoin yuksaladigan, Bitcoin bilan tushib turib va kelgan yana ozroq bu yerlarga yuksalishligi mumkin. Bitcoin tushganda hozir bu ham tushadi tabiiyki. Tushganda va kelgan bu nima qiladi? Ozroq baribir yo'limiz pastga buni. Tushunarliga, ya'ni Bitcoin dominansda holatimiz zo'r, ya'ni. Tushunarliga, bu yuqorilarga chiqishligi men o'ylamayman, hali beri chiqmaydi bu yerlarga. Bu endi pastga tushish kerak hozir. Yo'limiz pastga. Bitcoin dominansda kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, Bitcoin dominansda yo'limiz pastga. Xo'p, agar kimdir Telegram kanalimizda bo'lmasa, Telegram kanalimizga qo'shinglar. Biz kichik time frame'da scalp qilib ishlayapmiz. Alhamdulillah, bomba signallar kelyapti. Uni o'zingizlar Telegram kanalimga o'tib turib ko'rishinglar mumkin. Haqiqatan qanday signallar bo'lyapti turganini va qanchalik foydalar qilyapti turganimizni. O'zingizlar ko'rishinglar mumkin inshaalloh.
Xo'p, hozircha shu edi. Ba'zi narsalarni sizlarga tushuntirib o'tgandek bo'ldim. Bitcoin'da men kutib turgan narsa minimumda yangilash kutyapman dedim. USDT dominansida yuksalishligini prognoz qildik. Inshaalloh endi bu yog'i faqat kutishlikda. Ishga kiradigan bo'lsangiz, ko'proq depozitlar ushlab turib, iloji boricha mana shuni talaga tushganda bozor nima qilasiz? Bu yerlardan bir qidirsangiz bo'ladi. O'sha albatta bozor mana buni tagiga tushgandan keyin paniklar boshlanadi. Qo'rquv bo'ladi. Nima qo'rquv bo'ladi? Bo'ldi, Bitcoin ignani ham tagiga tushdi, bo'ldi, endi pastga tushamiz, bu degan paytlar bo'ladi-ku. O'sha paytlar inshaalloh Alloh nasib qilsa yana bitta prognoz qilib, analiz qilib, yangi bitta dars chiqaramiz inshaalloh. Tushunaliga. Inshaalloh keyingi videolarda ko'rishguncha qaranglar, agar video manfaatli bo'lgan bo'lsa, klass bosib qo'yib, kommentariyada o'zingizlar fikrlaringizni bildiringlar. Kim nima deb o'ylaydi? Bitcoin yuksaladimi, tushadimi? O'zingizlar fikrlaringizni bildirib o'tinglar. Yoki do'stlaringizga ham jo'natib qo'yinglar, videolarimiz sal ko'proq tarqalish uchun foydalasi tegsa inshaalloh. Qo'ldan kelgancha videolar qilib turibmiz. Sizlar ham qo'lingizdan kelgancha hech bo'lmasa klass yoki kommentariya agar qo'yinglardan keladigan bo'lsa, do'stlaringizga ham yo'qib borib qo'yadigan bo'lsanglar, xursand bo'lgan bo'lardim. Sizlar bilan Expert Signal admini Sulaymon. Keyingi videolarda ko'rishguncha